Bilasizmi, mana santexnika, Simstitel, Dux Kontur, Ariston, Vitishkalarimiz bor oshxonalar uchun. Vitishkalar mana oshxonalar uchun bularni hozir bir qator narxlarini sekin tanishtirib o'tamiz. Bilas santexnika uchun nima kerak bo'lsa, mana ko'rsatib o'tib ketay. Endi narxlarni hammasini birma-bir aytmasak, xamutlarni qarang, mana xamutlarni mana shunday kattaligidan boshlanyapti. Bu nechilik bo'layapti hozir aytaman. Eng kattasidan 227 lik xamutdan boshlanyapti-da. 23 gacha bor. 23 gacha mana kelyapti. Mana har xil xamutlar. Narxlari 12 ming, 13 ming, mana bu yerda 36 ming so'mdan boshlanyaptimi? Mana shular. Traplarimiz bor. Har xil traplar bor ekan mana bu yerda. Xullas endi mana bu yerda Simstitellar narxidan sekin tushuntirib o'tsak mana bu yerda. Simstitellar bor mana dushovoy stayak. Narxlari tagida yozilgan 702 mingdan boshlanadi. 1.972 minggacha, eng qimmati arzoni 702 mingdan boshlanadi. Bularning hammasi sifatli, sifati zo'r. Har xil turdagi 15 xil turdagi Simstitellarimiz bor. Oshxona uchun Simstitellar bor mana. 209 mingdan boshlanyapti. Yo'q, bulardagi eng arzoni bor. Arzoni yana bormi? Tak, 89 ming so'm arzoni. Arzoni, sifati ham uncha yomon emas, yaxshi. Bu yog'i 418 minggacha, 420 ming, 450 minggacha balanti. Nimalarnikida bu? Kuxnyaniki. Kuxnyaniki bular. Bu pastdagilar rakvina uchun. Rakvina uchun, keyin darvozani rakvinasi uchun, boynagi shkopli rakvinalar uchun har xil o'zingizga yoqqan Simstitellardan tanlasangiz bo'ladi. Narxlari ham qimmat emas. Eng arzoni nechidan? Eng balanti 328 ming so'mdan, eng arzoni 85 ming so'mgacha. 85 ming so'mdan 328 ming so'mgacha bo'lgan Simstitellarimiz bor. Hammasi sifatli, yaxshi. Xo'sh, Simstitellarni endi ozmi ko'p tushuntirib o'tdik. Mana Dux Konturlarni ko'rsatib o'tsangiz endi. Dux Konturlar bor, Euroxotlar bor. 6.825 ming so'm. 6.825 ming so'm. Tak, bu 240 kvadratga yetadi. 240 kvadratga bemalol montaj qilsa bo'ladigan Dux Kontur. Kvadrat joyda isitib beradi. Isitib bera oladi. Bunisi bor 180 kvadrat joyda isitib beradi. Heteronik bor mana 4.410 ming so'mdan. Narxlari arzonlashgan. Bular ham kvadratiga qarab ketaveradi. Bu 160 kvadratga yetadi. Hozirgi kunda eng xadovoy qaysini ko'proq olyapti odamlar mana shu? Heteronik bor. Heteronik, ha? Keyin Euroxot, eng xadovoy Euroxot, Heteronik. Neo bor. Neo. Bu yoqda keyin Aristonlarimiz bor. Aristonlar bor. Aristonlarimiz 30 litrlikdan boshlanadi 100 litrgacha. Royal bor, Shvaki bor, Epa bor. Bu yerda narxlari hammasi yozilgan. 1.290 ming so'm 30 litrligi. 30 litrlikdan boshlanyapti. 1.290 ming. 360 ming so'm 50 talik. 50 talik. Bunisi nechtalik? 60 talik. 1.520 ming so'm. Bu nechtalik? 80 talik. 80 talik. Shvaki bor 1.785 ming so'm. Bu qayerda? Qancha litr bu? Buning ham 80 talik, buning ikki xili bor, gorizontal, vertikali bor. Bu gorizontal varianti 1.785 ming, vertikal varianti bor 1.600 ming so'm. Epa bor mana. Royal Shvakilarning garantiyasi 3 yilga, Epalardagi 5 yilga, bachoq bak qismiga 5 yilga garantiya, ten qismiga ichki holatiga 1 yil garantiya. 5 yilga garantiya berilgan. To'kni ham sho'r suvga chidamli, ham qalin. Bu to'kka ham tejamliroq bo'ladimi? Tejamliroq. Bu boyna Royalimizning 100 taligi 1.600 ming so'm. Mana bular nima edi bular? Bular ham Ariston, bular eng qimmati 2.800 ming so'm. Buning 50 taligidan boshlab 80 taligigacha bor, 75 talik, 45 taligi bor. Keyin Epamizning 50 taligi ham bor bu tomonda. Buning qulay tarafi ham qimmat bo'lgan tarafi
Oborotkasida issiq suv aylanib turadi. O'zida. Sushilka ulasa bo'ladi. Issiq suv kutib qolmaysiz. Ochasiz, smesitel dushovoy ochasiz, issiq suv tugamaydi, chiqib turaveradi. Qulaylik tomoni ko'p. O'zi. Bilas, mana bularni endi hammasini bitta narxini aytib o'tirish juda ko'p vaqt oladi. Mana bu nimalar? Mufta, Atwood, Pol Atwood, Amerikanka. Xullas hamma yog'i bor. Menimcha mana Atwoodlar o'zi 1000 so'mdan boshlansa kerak bular ham. Qaniydi bular? Bular narxi juda ham arzon. Muftalar mana 1000 so'mdan ham arzon qilingan. 800 so'mlar bor, 800 so'm bor. 700 so'mliklari bor. Eng muftalarda 800 so'mdan nech pulgacha bu ana shular? Xohlagan 13 deydimi, 25 deydimi? Muftalar 800 so'mdan 3000 so'mgacha. Eng qimmat. Umuman qimmati. Bunday o'ylab sifatli qimmat emas-da, hammasidan bor. Hammasidan bor. Sifatli, rossiyskiy bular hammasi rossiyskiy mana pastdagilar. Ushbu firmadan kelinadi. Kanalizatsiya uchun mana bu kanalizatsiya uchun hamma narsasi bor mana. Hamma montaj uchun hamma narsasi bor. Kanalizatsiyaning montaj uchun hamma narsasini topsa bo'ladi. Bu 4 talik ham bor ekan. Ha, kresniklar ham bor. Kresnik. Xullas, nimaiki kerak bo'lsa hammasi bor ekan. Mana bu yerda mana vitishkalarimizni narxlarini bir tanishtirib o'ting. Vitishkalarimiz 3 xil turdagi vitishkamiz bor. 1 million 17 mingdan boshlanadi. Bu yerda tabletkali bor 838 ming mebelni deyiladi. Bu tomonda bor 793 ming so'm. Keyin yana undan ham arzon varianti bor 297 ming so'm bu tomonda turibdi. 4 xil turdagi vitishkamiz bor. Montaj uchun turbalarimiz ham bor mana. 20 razmerdan 63 razmerigacha bemalol topsa bo'ladi. Buning uzunligi 4 metr, qalinligi juda ham yaxshi. Mana Neo firmadan bor, Waterflow bor, Alpha Terimdan kelgan. Waterflowdan kelgan mana ichi alyuminli, juda ham mustahkam. Sifatiga garantiya. Bularga narxlari bilan aytib o'ting. Bular juda kerakli narsa bo'lgani uchun olaylik. Narxlari 20 lik. Eng arzondan boshlanadi 20 lik. Sovuq suvdagi bor 4600 dan boshlanadi. Bu metrimi shundan yo donasimi? 4600 dan boshlanadi. Metrovoy bular, metrovoy sotiladi. 1 metr, ha? Ha. Buning bu sovuq suvda aytadigan bo'lsak, issiq suvdagi 5200 dan metri. Keyingisi 25 lik bor, 8400 dan boshlanadi. Issiq suv, sovuq suv 6800 so'mdan metri. Va hammasi mana narxlari ketavergan. 13 ming, 18 ming, 16 ming razmeriga qarab 32 likniki ko'tarilib ketavergan. Mana bu 32 lik, to'g'rimi? Bu 40 lik bu. Mana bu 32 likmi? 40 lik. Bu 40 lik, bu ham 40 lik. 18 ming so'mga 18 ming so'm. 18 ming so'mdan metri bo'lyapti. 18 ming so'mdan metri bo'lyapti. 32 lik juda ham yaxshi. 32 ligi yo'qmi? 32 ligi bor, mana 16 ming so'mdan. Metri 16 ming so'mdan. 16 ming so'mdan metri. Sifati yaxshi, Neo firmaniki, Waterflowniki bor. Bu nechilik bu? 63 mi? 63 ular. Bularni metri nechi? Ular 63 40 ming so'mdan. 40 ming so'mdan. Metri 40 ming so'mdan. Bunisi-chi? Qalinligi zo'r, 50 lik bor, 25 ming so'mdan. Bu 25 ming so'mdan metri. 25 ming so'mdan metri. Issiq suvdagi, sovuq suvdagi. Issiq suvdagi addenli, sovuq suvdagi addenli bo'ladi. Bu hozir ko'rganingiz sovuq suv 25 ming so'm. Mana suv bular, ha? Qizil. Ha, bular 27 ming so'm mana. 27 ming, 43 ming deyapti. 43 ming, 63 lik bu razmer. Xullas, mana bu yerda keyin o'sha santexnikaga tegishli mana bu обратный klapan, muftalar, nimaga kichkina chiqarib beradigani, vozdih, nima filtrmi bu? Filtr bular. Filtrlari, krayniklar hammasi bor ekan mana. Metrovoy kovriklarimiz bor bu tomonda 10 xil kelgan. Eniga 60 metrovoy sotiladi. 60 ligi bor, keyin 80 ligi bor. Bular nima uchun ishlatiladi bu metrovoy kovriklaringiz? Shuni tushuntirib o'ting-da bular. Bular hammomga, koridorga, oshxonalarga, polga to'shiladigan hammom koridorlariga, oshxona koridorlariga, koridorlarga
Eni qancha deyapsiz bularni hozir? Eni bu 60, Aha. keyin 80 bor mana. 60, 80, 1 metri necha pul bulardi? 36 ming 60 santimetrligi, 46 ming 80 santimetrligi. Bu yerda yana mana ko'vriklarimiz bor. Juda ham sifatli, qalin. Bular donovoymi bular? Bular donasi hammasi. Hammomlarga qo'yiladi-da bu Bular koridorlar. hammomlarga, Koridorlarga qo'yilishi. koridorlarga qo'yilishi, oyoq tagi uchun qo'yiladi. 119 ming so'm, 164 ming so'm. Mana bu yerda 119 ming ekan bu ham. Bular o'zini sifatiga, qalinligiga, katta kichikligiga qarab hammasi narxlari qo'yilgan mana. Har xil rangdagi. Mana shu kichkinaniki necha pul ekan bu? Qo'yilmagan ekan. Ular 35 ming so'm. 35 ming so'mdan ekan mana. Stop. Bochkani ko'ramizmi? Mana bu bochkalar. Necha litrlik, qanaqa, sloyi qanaqa, shularni bir tanishtirib o'ting endi. Narxlari. Bochkalarimiz Terminator deb ataladi. 1 tonnalik, 3 qavatli, quyoshga chidamli, sovuqqa chidamli. Juda ham yaxshi, sifatiga gap yo'q, gidroplastiki. Keyin mana bu tomonda ham bor. Buni narxi 903 ming so'm. Keyin bundan arzon varianti bor. 705 ming so'm. Bu ham 1 tonnalik. 1 tonnalik. Bu necha sloy bu? Necha qavat bu? Bular ham 3 qavatli. Aha. Bular ham 3 qavatli. Buning to'rt burchaklari ham bor. 700 taligi bor, 500 taligi bor. Mana Terminatorda 500 taligi bor. Keyin to'rt burchak kvadrat 700 taligi bor. Bu kvadratda yana 500 taligi bor. 500 taligi 505 ming so'm, 700 taligi 803 ming so'm. Bu dumaloq varianti bor. 504 ming so'mdan. 504 ming so'm. Mana shu necha litr bu ham? 3 sloy. 500 talik bu ham. 500 litr, ha? 500 talik. Shestak rayniklarimiz bor. Keyin tikka turadigan dumaloq bochkalarimiz bor. Ularning ham shu litriga qarab o'ziga moslab olib kelaveradi. Bular 5 qavatli. 5 qavatli. Bular 5 qavatli. Keyin 2 tonnalik bochkamiz ham bor u tomonda. Tik holatda turar ekan. Ular tik holatda turadi. O'zini zavodskiy teshigi bormi yo'qmi? Bor. Tagida o'zini zavodskiy teshigi bor. O'zini zavodskiy krayni qo'ysa bo'ladi. Rezvasi bilan hozir. Tepasidan suv to'ldirsa bo'ladi. Rezvasi bor. Pastida krayni qo'ysa bo'ladi. Buning ham litriga qarab 572 ming bu yerga ketaveradi. Mana tak 1 tonnalik bu 788 ming. Bu ham tik turadigan. Mana u oqti qancha bu? Bu kattaga o'xshaydi. Bu 2 tonna bu. 2 tonnalik. Bu qanday qalinligi, qanday bu? Qalinligi zo'r, buning ham 5 qavatli. 1 million 890 ming chiqadi narxi, arzon juda ham. Qaysilarini aytmadingiz? Keyin 500 talik bor mana yana. 500 Buning talik ham 4 burchak shaklidagisi bu. Bu narxi 600 ming so'm. 5 qavatli, quyoshga, sovuqqa chidaydi. Yorilib ketmaydi. Bularga garantiya bormi yo'qmi? Garantiyasi bor. Chidaydi. Garantiyasi qancha bularga? 800 litrligi bor. Bularga garantiya qancha beriladi? 1 yilmi, 2 yilmi? Asosan 1 yilda. 1 yilga garantiya bor, ha? Biz tanishtirmaganimiz qolmadimi, bo'ldimi? Mana bular necha litrlik ekan? Bu 1 tonnalik. Bu 1 tonnalik, xuddi o'sha bochkaning dumaloq varianti 1 tonnalik, 885 ming so'm. Bu bor, kvadrat bor, 800 litrlik. 800 litrlik narxi 865 ming so'm. 865 ming so'm deyiladi. Ana kichkinalarchi? Bular 500 talik. Bularning dumaloq varianti bor. Mana yana 1 tonnaligi bor. Mana bu yerdan yaqinroqda olamiz. Mana 5 sloy, 5 sloyni bak dilya pitavaya vodi deyapti. Qalinligi yaxshi juda ham. Ishlarini ham ko'rsating. 5 qavat. Ishlari ham, qabirg'alari juda ham mustahkam. Ustiga bemalol chiqib sakrasa ham bo'ladi. Sifati juda yaxshi. 882 ming so'm. 882 ming so'm mana shunday. 1 tonnalik. Olaversa bo'ladi. Ha, uni narxi necha pul? 500 litrlik a u ham. Bular mayda 500 litrlik. Bu arzonroq chiqqan 5 qavatli. 485 ming so'm. 485 ming so'm. 485 Mana bu yerda o'z rezvasi bor, hozirgilar hammasi mana. Mana bu yerga promoviz avval teshib, keyin baylab yotardi, hozir rezvasi bilan chiqqan bo'ladi hammasi. 585 ming dedingizmi? 485 ming so'm ming so'm bo'lyapti.
Xullas mana shu G'ulomjon Stroy Marketda hamma nimaiki izlasangiz topaverasiz mana. Biz hozir hamma narsani ko'rsata olmadik, qolganini kelganda o'zlaringiz ko'raverasizlar.